kelgicha to'g'an sol. Hay, sen o't o'chirgichni ishlatishni bilamsan, ha? Yo'q, bilmayman. Kitobdan tushuntirishini ko'rgan edim. Bir necha xil ishlatish usuli bor ekan. Bek taskin. Ha? Sen uni ishlatishni o'rganib olsang bo'ladi. Voy, uni ya doim ishlatmaydigan tursam. Agar rostila o't ketib qolsa, qanday qilasan? To'la og'zingni eshitmagina, undaq bo'lmas. Bo'lmaydi, degili bo'lmaydi. Sen suv kelgichi to'g'an sol degan idiomni anglamaganmiding? Anlamabdi ekanman. Menga so'zlab bera. Qadimgi zamonda bir odam do'stining uyiga mehmon bo'lib beribdi. Qani marhamat. Dal vaqtida kelibsiz. Uyda bir qo'shnim bor edi. Sizlarni tunishtirib qo'yay. Hozir yaqin qo'shnilarmi bir-bir bilan tunishmaydigandek yurishadi. Yanala qadimgi zamon yaxshi ekan desa. Ularning hammasi mening qo'shnilarim. Ko'pchilik tinchlikmi? Qani, o'tning yeniroq keling. Sirit, bakli so'g'uq. To'nglab ketgansiz qachon? Rastilla to'nglab ketgan edi. Hamda xili isib qoldi. Ha? Qarasam, uyingizning mo'risi tuzgan. Yana dahi o'choqning yeniga bir muncha o'tini dovlab qo'yibsiz. Bunda qilsangiz bak xatarlik. Uyingizga o't ketmasin yana. Ishnim bo'lmaydi. Shuncha yillardan beri o't ketmagan tursa. Mo'ringizni agri qilib qo'pirsangiz bo'ladi. Yana o'tini o'choqdan yiroqroq qo'ying. Shunda qilsangiz o't ketishning oldini ola olasiz. Qani, choy ishkash o'tiringlar. Uzun o'tmay uning uyiga rostila o't ketibdi. Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shni yaxshi degan shu-da. Menga yordamlashib, o'tni o'chirish pagininglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Sizlar bo'g'ashqa menga cho'ng ziyon bo'lmadi. Ziyofat rastlab, ko'pchilikni tomoqqa taklif qilaman. Hammanglar kelinglar. Mo'sha chaqiruvni tabriklashga ro'yi bor ekan, ha? Qani. Sizlar bu cho'ng ustalga marhamat qilinglar. To'nogin o'tni o'chirman deb ko'p jafo chekdinglar. Sizlar birinchi darajalik to'kib qo'shqanlar. Qani, sizlar ikkinchi darajalik to'kib qo'shqanlar. Bu yoqqa marhamat. Qaysi kuni heliq kishining gapini anglab, mo'rni agri qilib qo'pirsangiz bo'pti ekan. Yana o'tini o'choqdan yiroqroq qo'ygan bo'lsangiz, bugungidek oqibat yuz bermagan bo'ladi. Siz bugun eng muhim mehmonni chaqirishni unutib qolibsiz. Bu qirg'iningiz faqatli qamlashmabdi, jo'mo. Suv kelgicha to'g'an sol degan bu idiomning ma'nosi har qanday bir ish yuz berishdan burun shu ishga qarta chora qo'llanganda bola qazoning oldini og'ini bo'ladiganligidan iborat. Shunga biz kishilik turmushimizda mushu hikoyadan ibrat olib, ofatdan mudofialanish tadbiri qo'llanishni o'rganib olishimiz kerak. Tushundinglarmi?